Vau, anuni qara, faqat minish kerak ekan. Bepayon dala. Bo'stonliq tumani Yangiyo'l qishlog'i Ziyolilar ko'chasi 42-hovli uyimiz sotilyapti. Hozirga avzoran qilib ko'rsataman. Hovlimizda ko'cha qismida anxorchasi ham bor ekan. Kirganimizda uzundan uzun keng shunaqa yo'laychamiz. Dodam do'ppini otgan ekanlarmi deyman. Tomonimizda mevali daraxtlarimiz, vishnya, gilos, smorodina, yong'oq hammasidan bor ekan. Rayhonlarni bitta hidlab uyga kirib ketaverasizlar. To'g'rimizda bino inshootimiz 4 xonadan iborat, 2 ta spalni, 2 ta zali, mehmonxonasi, ichida sanuzel bor ekan. Bog'i kattaligini qarang, adashib qoldim. Quruq videoni ko'rib o'tiravermasdan videoga like bosib qo'ying. Hovliga keladigan bo'lsak, trassadan 1 kilometr oraliq masofa. Hovli uyimiz maydoni 13,5 sotudan ziyodroq. Narxiga keladigan bo'lsak, opisanda qoldiramiz. Like, komment yozishdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'ying.